Xabi Alonso Real Madridda juda katta o'zgarishlarga qo'l urmoqda. U qaysidir futbolchilarni sotishni so'ramoqda, qaysidir futbolchilarni olib kelib berishini so'rayapti Perezdan. Shu o'rinda bitta narsani aytaman. Viniciusdan ham, Mbappedan ham ustun biladigan bir futbolchi bor. Bu Rodrigo Goes. Benzema ikki bo'la oladi. Benzema, Ronaldo va Gareth Bale ketganidan so'ng jamoani yakka lideri bo'la oldi. To'prari bo'la oldi, oltin to'pni ola oldi. O'shanaqa Ronaldo hamda Bale ketgandan keyingi bo'layotgan ishlar. Ronaldo ketgandan keyin hamma Gareth Bale'ni jamoa lideri bo'ladi, oldinga torta oladi dedi, lekin u ishni Gareth Bale qila olmadi. Aksincha, Karim Benzema qildi. Hamma Benzemani so'kardi, hamma Benzemani urishardi. Benzema nimaga asosiy tarkibda derdi. Mana futbolni tushunib, futbolni kuzatib shu narsani bildimki, Karim Benzemaning ishi Ronaldo qila olmas ekan. To'psiz harakat va Ronaldoga ochilgan vaziyatlarda juda ko'pini, Ronaldoning urgan gollarida juda ko'pida Karim Benzemaning hissasi bor. Garchi o'sha goliga pas bermagan bo'lsin, garchi o'sha golida ishtirok etmagan bo'lsin, Gareth Bale Ronaldoga oshiradi, Ronaldo birga bir vaziyatga chiqib ketadi va gol uradi. Bunga sabab Karim Benzema. O'zi bilan 3 ta futbolchini tortib ketgan joylari bor. Ronaldo birga bir chiqib ketgan joylari bor. Bu narsani uncha-muncha futbolchilar qila olmaydi. Lekin Rodrigo Goes qila oladi. Uni o'yinlarini ko'rganmiz. Ko'rdik 2 marotaba to'pga teginib 2 ta gol urganini. Rodrigoning potensiali Vinicius'tikidan ham, Mbappedan ham kuchli, men uchun kuchli. Siz uchun bilmadim. Ikkalasini o'rnida o'ynatsa, Rodrigo tortib keta oladi. Bu mavsum ikkalasini soyasida qolib ketdi. Shuni hisobiga Rodrigo o'zini ko'rsata olmadi. Mbappe keldi, uning pozitsiyalari, uning yo'nalishlari yopildi. Unga qiyinchilik tug'ildi. Uni chap qanot hujumiga qo'ying, javob beraman. Rodrigo Vinicius'ni ham, Mbappe'ni ham ishini qilib ketadi. Xabi Alonso agar Rodrigoni sotishni so'rasa, bu Alonsoning eng katta xatosi bo'ladi. Naborot Vinicius sotish kerak. Dribling o'ta ko'p, kuchli dribling, lekin jamoaga g'alaba kerak payti, yutqazayotgan paytda Viniciusning driblinglari lishnilik qiladi. Aksincha, u yerda Rodrigoning texnikasi qo'l kelishi mumkin. Bitta vaziyat bo'lishi mumkin. Bitta vaziyatdan gol uradigan Rodrigo bo'ladi-da. Mbappe offside olib ketadi. Vinicius dribling bo'lib ketadi, lekin Rodrigoda unaqa ikkalasi ham yo'q. Ikkalasi ham plyusda. Meni fikrim shunday.